Siz biznes boshlamoqchisiz, lekin do'kon tanlashga qiynalyapsizmi? Shuhrat uylardan mana bunaqa chiroyli do'konlarimizda, universal do'konlarimiz, bular sartaroshxona, qassobxona, go'zallik saloni, ofis, turar uy, xullas nimaki xohlasangiz o'sha boshlaydigan biznesingizga moslab beramiz. Xo'p, mana bu hozir ko'rsatadigan do'konimiz 5 ga 3 razmerda sotiladi. O'zbekistonda 12 ta viloyatiga dastavkasi ichida 28 millionga qilib beramiz. Xo'p, tashqi tomonimiz tunukafondan bo'lgan, mana bu vannali, qavurg'ali tunukamiz ham 3,5 stenkalikdan, qolgan tunukafoni ham 3,5 stenkalikdan, zanglamaydiganidan juda ham mustahkam, baquvvat. Ramamiz 8 ga 8 profildi, 1.5 ligidan, bu o'rta kачествоda deyiladi. Bundan ham qimmatroq, sifatlirog'imiz bor. Ular 1.8 profildan ishlatiladi. Xo'p, tashqi tomonimiz mebel bilan oqni bir-biriga aralash qilib terganmiz, juda ham chiroyli chiqqan. Kimga agar shu fasonimiz ma'qul kelsa, like, podpiska bilan qo'llab-quvvatlaysizlar. Xo'p, oynalariga keladigan bo'lsa, yodiviy oynadan qilingan, ancha quyosh nurlaridan saqlaydi, ichki tomoni isib ketmaydi. Xo'p, bu do'konimizga akfani oqidan ishlatganmiz. Buni ham xilma-xili bor. Do'konni rangiga, fasoniga qarab. Agarda do'konni hamma joyi mana bunaqa tunukadan, mebellidan bo'ladigan bo'lsa, akfani ham mebellisi bor. Agar mokri bo'lsa, mokrisi bor yoki oqidan, xullas hammasidan bor. Xo'p, endi ichki tomoniga keladigan bo'lsa, poldan boshlasak, polimiz MDF dan 1.8 ligidan deyiladi. Namni ko'taradigan, juda ham baquvvat, mustahkam. Xo'p, devor qismimiz esa bu ham MDFni 0.6 ligidan deyiladi, salgina yuqorog'idan. Bu o'rta kачествоmiz. Agar sifatli eng yaxshi do'konni olaman deydigan bo'lsangiz, mana bu hozir polga qo'ygan MDFimizni devorga отделка qilib beramiz. Polga esa rossiyskiy shpuntovoy taxtadan bir-biriga kiyishadigandan qo'yib beramiz. Xo'p, patologimiz dekor plastikdan bo'lgan, buni ham aralash qilib terganmiz, juda ham chiroyli chiqqan. Bahoni o'zlaringiz berasizlar. Xo'p, buni orasiga keladigan bo'lsa, stiklovata bir, keyin teplizolyatsiya falga qo'yilgan. Shu uchun ham do'konimiz yozda salqin, qishda issiq bo'ladi. Utepleniyasi 2 qavat bo'ladi. Xo'p, agar xohlasangizlar buni 3 qavat ham qilib beramiz. Narxi ozgina qo'shiladi. Lekin mana shu 2 qavatni o'zi O'zbekistonda issig'iga ham, sovug'iga ham bemalol chidab beradi. Xo'p, fortichkalar qo'yilgan. Havo aylanishi juda ham yaxshi. Xo'p, yana 4 ta ilgichi bor. Xohlagan joylaringizga bemalol ko'tarib ko'chirsangizlar bo'ladi. Nomer pastda, kimga qiziq bo'lsa telefon qilingizlar.